Toshkentga keluvdim bolam. Maksim Gorkiyga. Kvartirangni yoniga Maksim Gorkiydamisan bolam? Toshkentga keldingiz. Ha, keldim Anjandan. Nima kerak? Kimdan so'rab keldingiz? Biror ko'rgani keling meni deydimi? Sog'indim bolajonim, sog'indim. Sovuq kunda bir ust boshing yupinmi deb keldim. Nega mendan bejiroq kelasiz? Asabimga tegil. Metron tevasida turibman. Metron tevasida chiqaqa bolam, sovuq ekan. Ishqilib o'qishimga bormadingmi, sharmanda qilib bormadim deyin iltimos. Bordim bolajon, Iskandarjon. Xudo. O'rtoqlariga onam biznesmen degan ekan, uyalibdi-da, men endi dehqon bo'lsam. Rahmat bolam. Baraka toping bolam. Andijondan eski chinni cho'ldirvoqa kiyimlaringizni kiyib kelgansiz. Borida, toy bolam borida endi. Bor, kelmaslik kerak edi bunaqa. Meni sharmanda qilib, men hammaga onam normalniy joyda ishlaydi deb aytganman. Hammaga narsa tarqatib chiqqaningizni man. Sharmanda qilib. Qaydan bilay bolam? Kechir meni bolam. Bilmagandan keyin mendan so'raydi, o'qiyapti bolam, nima qilay ekan deb. O'qishga qo'yinglar, bo'lmasa men ham Andijonga ketib, o'qi dedinglar Toshkentda. Kelib o'qidim, endi tinch qo'yinglar. Toshkentga kelib ko'rmasam qanday bo'ladi bolam? Bilmayman, men siz bilan ko'rishmayman. Qanday kelgan bo'lsangiz Toshkentga ham shunday ketavering. Men siz bilan ko'rishmayman hozir. Bolam, chiqaqa bolam. Chiqmayman. Odamlardan so'rasangiz, Kechir bolam, kechir. Yig'lamang, ko'z yoshingizni oqizmang endi menga onadan. So'rab kelish kerak. Qayga boraman hozir? Anjanga qaytaman Anjanga. Kechir bo'pti, xo'p, sog' bo'l bolam. Qachab onajon kelib chiqib kelib, qachab uyingizga jo'natib bora olasizmi, ko'chada qoldim deyapti. O'qishiga boruvdim-da, uyalibdi-da mendan. Onang avlodi yig'layaptilar. Onaga shunaqa muomala qilinadi. Sendan so'rab qilmayman. Uyalma bolam, boshqa bormayman o'qishingga. Agar top bo'lsam ham borib. Onang oyog'ini kelib yalaysan, inson so'zlarim taning. Telefon guromka deydi. Guromkadan o'chirsam, qulog'im eshitmaydi deyapti. Xo'p. Normal gaplashsang bo'lmaymi? Sizga nima? Mol bo'lar ekansan. Tushundingmi? Bu seni ayangda, tushunyapsanmi? Xo'p, mana ayam bo'lsa nima qiling? Shu odam bo'lmaganda bo'lmasdingda sen mol, tushunyapsanmi? Bo'ldi, og'zingizga o'zingizcha erki bermay o'zim bilaman. Uflat odam ekansan, uflat. Bu siz tozasiz, shu yetadi. Sog' bo'ling. O'g'lim. Yo'q, xola. Gapiring, xola. Nima tushunyapsiz? Qayerga borasiz hozir? O'zingni olib chiqding, tushundingmi? Ko'chada o'qimaysiz-ku? O'zingni bo'lgin. Toshkentda, Begona shaharda. Nimacha? To'g'rilarga ajratib kattakon rahmat. O'zbekistonda eng tarbiyali yigitlar deb topildinglar. Kun qahramoni e'tirof etamiz. Kattakon rahmat, sog' bo'linglar. Ota-onangizga kattakon rahmat. Sog' bo'ling, ota-onangiz yaxshi yigitlar tarbiya qilgan ekan. Rahmat. Rahmat. Mehribonim onam, beozorim onam, beg'uborim onam, onajonim onam, mehribonim onam, beozorim onam, beg'uborim onam, onajonim